Go'shtlarni kubik shaklda to'rg'ab beradigan uskunamizni yana bir sinab berishni maqsad qildik. Endi ko'proq go'shtda bir 13 kilo go'sht olib keldik mana. Go'shtlarni ham mana pichoq kesadigan darajadagi sovuqlikdagi go'shtlarni tashlanadi. Bunaqangi juda tosh bo'lib ketgani ham kerak emas. Juda yumshoq ham bo'lishi shart emas. Hozir sinab ko'rsatamiz. Hozir 1 santimetrlik kubikda ko'rsatamiz. Zo'r holatda. Xohlagan razmerlaringiz bor. Bemalol kelib tekshirib olishingiz mumkin. Zo'r, juda ham ajoyib. Juda ham tosh bo'lib, qattiq bo'lib ketmasligi kerak. Pichoq kesadigan darajada bo'lsa bo'ldi. Yumshog'i ham kesmaydi. Sabzavotlarni ham bemalol kesishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat